Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz sizlarga seysmopoyez narxlari haqida to'liqroq ma'lumot bergan kelganmiz. 1 metrga qancha sement ketadi, usta haqida necha pul shular haqida sizlarga to'liq ma'lumot bermoqchimiz. Qani bo'lmasam boshladik. Seysmopoyez kalonni o'zi nima degani? Bu o'zi uyda suyagi bo'ladi. Agar bu bo'lmaydigan bo'lsa, hozirgi zamon uylari juda nozik. Biz o'zimiz O'zbekistonda seysmik zonaga kiramiz. Agar uy solmoqchi bo'lsangiz, albatta bunaqa temir beton mahsulotlaridan foydalanishingiz shart bo'ladi. Sababi hozirgi kunda birov sinchli uylar qilmay qo'ydi. Hozirgi kunda shunaqa yengil g'ishtlardan foydalanishyapti. Gazoblok, penoblok, polister blok shunga o'xshagan mahsulotlardan foydalanilyapti. Ularga albatta seysmokolonni poyez qo'yish shart bo'ladi. Temir betondan foydalanish zarur. Endi bu yerda asosan ko'rib turibsiz, kolonnalar har deyarli 3 metrga bo'lmasa bittadan qo'yilgan. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, deraza eshiklar atrofiga ham o'zi asli qo'yish kerak edi, lekin masofa kaltaligi uchun ustalar qo'ymay ketibdi. Agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, shu eshik derazalar yoniga bir 10 sm qilib qo'yib qo'ysangiz, yanada mustahkamroq bo'ladi. Bu obyektimiz uncha katta bo'lmagan obyekt ekan. Общий 70 metr bo'ladi. Общий 70 metrga shunda bitta zilda meti-pisok yuvilgan shag'al ketibdi. Sementga keladigan bo'lsak, 1 tonna 200 sement ketibdi. Ya'ni 1 metr joyga, 1 metr pogonometr joyga taxminan 17 kilo, 18 kilo sement ketibdi. Xo'p, bu yerda bitta zilda meti-pisok yuvilgan shag'al ketibdi. Biz Andijonimizda, biz hududimizda, biz yashab turgan hududda bitta zildagi meti-pisok, ya'ni yuvilgan shag'alning narxi 600 ming so'm atrofida turadi. Xo'p, 1 metr joyimizga 17 kilo, 18 kilo sement ketibdi. Bizni Andijonimizda sementning narxi do'konlardan oladigan bo'lsangiz 700 so'mdan sotilyapti. Markasiga qarab 20 so'm plus minus. 18 kilo sementni hisoblab qo'yaverasizlar. Usta haqiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi 1 metr qo'yib berish xizmati 70 ming so'mdan ustalarimiz narx baholab berishibdi. Yana qo'shimcha sizlarga qo'shimchasiga apalovkani arendasiga olib berishibdi. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Bizning kanalimizda juda ham ko'p foydali videolar bor. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna tugmachasini bosib qo'ying. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizlarda har bitta fikringiz biz uchun juda ham muhim. Har bittasini ko'rib chiqamiz. Barchalarga rahmat.